Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan Minecraft hardcore'da juda qiziqarli va xavfli challenge boshlaymiz. Men ochiq okean o'rtasidagi kichik bir orolda 100 kun davomida tirik qolishga harakat qilaman. Eng yomoni, men telefonda o'ynayapman. Bu esa o'yinni 2 barobar qiyinlashtiradi. Ko'ramiz, bu kichik orolda ochlikdan o'lamanmi yoki haqiqiy qirolga aylanamanmi? Qani, ketdik. Vaqtni yo'qotmaslik uchun darrov ishga kirishdim. Birinchi navbatda daraxtlarni kesib, o'zimga kerakli asboblar va ish stolini yasab oldim. Shundan so'ng darrov tosh davriga o'tdim. Orol kichik, shuning uchun har bir ko'chatni qaytadan ekib chiqdim. Resurslar tugab qolmasligi kerak. Endi esa boshpana va ovqat haqida o'ylash vaqti keldi. Men uy qurish uchun ko'p resurs to'pladim. Hatto qum qidirib oyna yasadim. Eng qizig'i, men suv ustida o'ziga xos oziq-ovqat fermasini qurdim. Yarim bloklardan kvadrat yasab, ichiga yer joylashtirdim va qo'limda bor bo'lgan bug'doy urug'larini ekdim. Endi och qolmasligim aniq. Birinchi kunlar eng qiyini bo'ldi. Atrofda faqat qum va bir nechta daraxt. Ovqat muammosi juda qiynadi. Men darrov o'zimga kichik boshpana qurishni boshladim, chunki kechasi zombilar meni osonlikcha o'ldirishi mumkin edi. Har bir resurs oltindan qimmat. Prepare for battle. Prepare for battle. I'm on the battle. I'm on the battle. Va mana haqiqiy sarguzasht. Men shaxta qaziyotgan edim va kutilmaganda pastga tushib ketdim. O'sha soniyalarda bo'ldi. Hammasi tugadi, o'ldim deb o'yladim. Lekin baxtimga pastda suv bor ekan. Bu mo'jiza. Lekin xursand bo'lishga vaqt yo'q edi. Atrofim to'la zombi va skeletlar. Darrov qalqon yasab o'zimni himoya qildim. Telefon boshqaruvi bilan bu dahshatli edi. 6 kundan keyin men pastga shaxtaga tushishga qaror qildim. Telefonda boshqarish biroz noqulay, shuning uchun lavaga tushib ketishdan juda qo'rqdim. Lekin omadim keldi. Men birinchi temirlarni topdim. Endi menda kiyim va qurollar bor. Orol asta-sekin o'zgaryapti. Men kichik ferma ham qurdim. Shaxtadan eson-omon chiqib, uyimni bitirishga va hayvonlar uchun ferma qurishga ulgurdim. Sigirlar, qo'ylar va tovuqlar uchun alohida joy qildim. Urug'lar kamligi uchun hamma joyga eka olmadim, lekin boshlanishiga yomon emas. Orol asta-sekin haqiqiy bazaga aylanyapti.
12 kunlarga kelib haqiqiy xavf boshlandi. Kuchli yomg'ir, chaqmoq va dushmanlar to'dasi. Bir marta Creeper deyarli uyimni portlatib yubordi. Men hatto okean tubiga tushib, qadimiy xarobalarni qidirdim. Har bir kunim o'lim bilan yuzma-yuz o'tdi. Prepare for battle. Mana, 15 kun ham o'tib bormoqda. Men bu orolni tanib bo'lmas darajaga keltirdim. Katta ferma, mustahkam uy va ko'plab resurslar. Lekin ochig'ini aytsam, bu orolda yana 85 kun yashay olamanmi? Bilmayman. Bu juda qiyin bo'ldi, ayniqsa telefonda. Do'stlar, agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, davomi chiqishini xohlaysizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Yana 100 kun qolaymi yoki yangi sarguzasht boshlaylikmi? Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.